Assalomu alaykum Qashqadaryo. Sal uzrli vaziyat bo'lib qoldi. Ertaga kunduz kuni Qashqadaryoda bo'lishimiz kerak edi. Sal sho'xlik qilib bezakiment mashinani haydab qo'yibman. Shunga mashina astenka qilib qo'ydim. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Assalomu alaykum Leon Cars va Saturn janoblarini kuzatuvchilari. Ukamiz ozgina sho'xlik qilib mashinani bezakiment ko'chaga haydab qo'ygan ekanlar. O'shaning uchun dan xodimlari tomonidan kichkinagina bir ogohlantirish bilan kichkinagina arzimagan bir jarima qo'llanildi. Uni xudo xohlasa ertaga hammasini hal qilib, jarimalarni birgalikda to'lab mashinani olib chiqamiz. Nasib inshaalloh. Dan xodimlari Saturn to'g'ri ish qilishdi. Bularga hech qanaqangi bir nima desam ekan, o'zimizni fikrimizni aytishga haqqimiz yo'q. Nimagaki katta ayb bizda. Davlatimizning qonunlariga, davlatimiz chiqarayotgan mana shunaqangi bir to'g'ri yo'naltirilayotgan qonunlarga doimo e'tibor berib harakat qilsak yaxshi bo'ladi degan bundan keyin ham bunday deb to'lkani ertaga xudo xolasa dokumentlari qilib o'rtoqlar yo'lga chiqishga qaror qildik. Mayli jonlaringiz sog' bo'lsin akalar, lekin bir safar indamasa bo'lardi endi. Yo, unaqa narsa yo'q. U aytayapman-ku, davlatni qonuni, davlatni o'sishiga, davlatni nima desam ekan, rivojlanishiga katta hissa qaratadi. Bu bizni hech qanaqangi negativkamiz yo'q. Respekt gai xodimlariga zo'r qilishdi, ushlashdi. Zo'r qilishdi. Mana shu narsa kerak edi Saturn. Aytdim, minib chiqmang deb. Mayli endi peshonada bori. Xudo xohlasa Qashqadaryo kutib turinglar, konkret videosi qo'yamiz, yo'lga chiqamiz, ko'rishamiz baribir. Qashqadaryoga Spark olib boraman, dadamga beraman. Xudo xohlasa kuzatib borayotganlardan, bugun bizni Qashqadaryoda kutganlardan ming bor uzr so'raymiz. Ertaga kechki soat obeddan keyin soat 5 ga Qashqadaryoga yetib borishga harakat qilamiz maksimal darajada. Inshaalloh. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ko'rishamiz. Super, avtomat.